Sochingizni uy sharoitida yaxshigina o'stirib, ularni parvarish qilish uchun sizlarga bitta narsa kerak. Aniqrog'ini aytsam, bu bir kishi, bu ham Muslima opam. Sochim uchun shampun, maska, sivırtkalar, даже qoshim, kiprigim uchun maslalarni ham o'sha kishidan olaman. Shampunimni tugatdim, maska ham ozgina qoldi, shu uchun yangisini zakaz qildim. Давайте birgalikda распаковка qilamiz. Muslima opa, как всегда, birgalar shirinliklar bilan, nimadirlar bilan yuboribdilar. Vau! Shuncha narsani hozir распаковкасini qilamiz. Men uchun вкусняшкаlar. Спасибо большое. Va дальше bizda shunaqa nabor. Вообще-то Muslima opamga hamma obuna bo'lib qolish kerak, chunki ko'pgina aksiya qiladilar, naborlar qiladilar, yangi novinkalarni ham o'zlarining profillarida qo'yadilar. Itak, eng знаменитый spreylari, bu kal sochlarni ham mana bu yerimizda to'kib qoladi-ku, mana shu sochlarni ham o'stiradi. Qaranglar, qancha mana kichkina sochchalarim chiqqan. Bu hammasi mana shu sprey. Buni har kuni sepib, prostagina massaj qilib yotasizlar. Hech qanaqa yuvib tashlash kerak emas. Dальше qanaqadir yangi vkuslik shampun, bundan oldin hammasi oq edi, hozir rozve. Va soch uchun eng zo'r maskalar. Hidi ham juda ham приятный. Realni qizlarjonlar, bir marta ishlatib ko'ringlar, sizlarga ham juda ham yoqadi. Hammalaringizdan oddiy kutaman. TikTokda men bu narsalarni podrobno birinchi marta ko'rsatyapman, lekin Instagramda juda ham ko'p marta qo'yganman, juda ham zo'r ko'p odzivlar olganman. Shu uchun qaysi viloyatda bo'lsangiz ham bemalol zakaz qilishlaringiz mumkin. O'sha Navoiydan menga Buxoroga yuboradilar.